Testosteroni past erkakni bitta ko'rganda qanday qilib aniqlash mumkin? Testosteron ayolga ham, erkakka ham bir o'rinda yog'li qatlamni kichrayib turishiga, ya'ni insonni semirib ketishini oldini olib turuvchi eng muhim gormonlardan biri bo'ladi. Testosteroni pasayib ketgan erkaklarni qanday aniqlash mumkin? Ular qaraganingizda sochlari to'kilib ketgan, holsiz, asabiy, qorni chiqqan, ko'kriklari ham xuddi ayollarnikidaqa chiqib ketgan, bo'ksalari ham razmerda kattalashib boradi. Bunday erkaklar avvalambor jizzaki bo'lib qoladi. Uyda kelganda farzandlari bilan suhbatlashish, ular bilan gaplashishni ham xohlamaydi. Asabiy tarzda keladi va kechasi uyqu yo'q va ko'p holatlarda televizorni yoqib, mana bunday zararli ichimliklarni ichadi. Demak, testosteron o'zi nimadan tushadi deb savol bersanglar, testosteron insulin gormoni balandlaganda tushib ketadi. Insulin gormoni qancha baland bo'lar ekan, testosteronni estrogenga aylantirib yuboradi. Ya'ni ayollar gormoniga. Ularni testosteron tushishiga asl sabablardan biri jigarni yog' bosib ketishi. Men 11 yillik tajribaga ega Osiyo Ismailovaman va 11 yildan beri gormonlar ilmiga juda ham qiziqaman va har xil yo'nalishda, zamonaviy yo'nalishda eski doktorlardan, chet el doktorlaridan, ya'ni Yevropadan ham ilm olib, gormonlarni inson tanasiga qanday bog'liqligi haqida juda ham qiziqaman va ilm olaman. Agar sizda testosteron tushib ketganning alomatlari bo'lsa, YouTube kanali uchun alohida testosteron haqida darslik tayyorladim. Men 11 yillik tajribaga ega dietolog nutritsiolog Osiyo Ismailova 15 mingdan ortiq erkak va ayollarni aynan gormonlarini to'g'irlab, ularni 5 kilogramdan 70 kilogramgacha sog'lom ozishlarga yordam berganman. Agar sizda ham gormonal fonda buzilish, katta qorin, behollik va asabiylik bo'lsa, mana shu 5 ta analizga topshirishingiz shart. Analiz javoblarini esa 23, 24, 25 sentyabr kuni bo'lib o'tadigan 3 kunlik bepul master klassimda tekshirib beraman va normasiga qaytarishni shaxsan o'zingizga o'rgatib qo'yaman. Natijada birinchi 10 kunlikdayoq 5 kilogramdan 10 kilogramgacha bemalol ozasiz. Gormonal foningizni hech qanday gormon vositasiz bemalol boshqarishni o'rganib olasiz. Master klassda qatnashib analiz ro'yxatini qo'lga kiritish uchun kommentariya va direktda 5 raqamini qoldiring va men sizga ssilkasini yuborib qo'yaman.